Demak, boshladik. Salom hammaga. Bugun 5-mart 2026-yil 13-video. Sizlar bilan Ronikum sahifasida ko'rishib turganimdan mamnunman. Sizlar bilan Ron. Har doimgidek HTMLda o'sha belgilangan reja asosida tuzilgan reja bo'yicha davom ettiramiz. Belgilangan reja asosida emas. Xo'sh, kecha rejamiz bo'yicha biz DD taglarni ko'rib chiqdik. Bugun A tagini href adashmasam shunaqa bo'ladi. Href atributini ko'rib chiqamiz. Umuman havolalar mavzusi boshlandi. Yana o'zimizni HTML matn muharririmizni ochib olamiz. Har doimgidek doctype tagidan boshlaymiz. Xo'sh, HTML nimaga orada takrorlash qilmayapman? Shu havolalar mavzusini tugatganimizdan keyin albatta takrorlash qilamiz. Hammadan uzr so'ragan bo'lardim. Hali ham videolarimiz qisqa formatda chiqayotganiga, chunki raqam masalasini hali ham hal qila olganim yo'q. Chunki ozgina qarzlar bor, o'sha qarzlarni yopish kerak. Shundan keyin mobil aloqa raqamini hal qilsak bo'ladi. Tak, hid shuni qanaqa qurishni kimdir yozib o'tib ketsa yaxshi bo'lardi. Bodyni ochdik. Tak, nima qilaman? Sal sayt ko'rinishida bo'lish uchun h1 tagimizdan qo'shib ketaman. Xo'sh, bizaga p paragrafda kerak bo'ladi. Xo'sh, bugun agar o'xshasa ikkinchi atributga ham o'tib ketamiz. O'xshasa deganda qaysi ma'noda? Agar vaqtimiz yetsa. Vaqtimiz yetmasa har doimgidek A tagimiz ham juft tag ekan. Ham ochilib yopilar ekan. Xo'sh. Ish ko'paytirib oldik. Birato'la yozib ketsak bo'lar ekan. A tagini yopdik, ochdik. Xo'sh, birato'lasi body tagini yopib olamiz. Bundan buyog'iga adashmasam kunduzi
video yozishga harakat qilamiz. Demak, saqlab oldik. Sahifamizni yangiladik. Hali ishlatsa chiqqani yo'q, chunki hech narsa tigrar orasiga hech narsa yozganimiz yo'q, faqat tepada titleda yozgan tag arif ma'lumotimiz chiqdi. Ichiga yozadigan narsamiz bugungi yangiliklar. Chunki kechasi kech yotib, keyin kunduz kuni yurib bo'lmayapti umuman. Bir do'stim, yaxshi do'stim emas, o'rtog'im bor. Aytganda, ozgina sabr qilsam bu holat o'tib ketadi. Yo'q. Shu 13 videoni yozayotgan bo'lsak, kechasi video yozib, kunduz kuni yurib bo'lmayapti. Xo'sh, bu A tagini ichiga biz havola ko'rsatadigan sahifalarimizni, knopkalarimizni nomini yozib chiqdik. Nima haqidaligini. Endi ularga href atributini berib chiqamiz. Oldindan html sahifalar yaratib oldim. U hozir ko'rasizlar, oddiy prosta matn muharrir ochasizlar, ichiga hozir ko'rsataman. O'zingizlar ko'rib chiqasiz. Ichiga matn yozib qo'ydim, bo'ldi. .html deb saqlab qo'yganman. Shularni hozir yana bitta qolib ketibdi. Tashqi, bu ichki silkalarga misol bo'lar ekan. Tashqi silkani ham oxirida qo'shib ko'rsataman. Shoshgandan xo'sh. Bunga qolgan saytlar ro'yxati. Sizlarga bugun izohlarda yozib qoldirish uchun bermoqchi bo'lgan savolim. Oramizda dasturlashni boshlaganlar yoki dasturlashi bilan anchadan beri shug'ullanayotganlar bo'lsa, dasturlash sohasiga qiziqishlar nimadan paydo bo'lgan, kim sababchi bo'lgan yoki o'sha qanday kelib qolgan inson holat sabab, shuni yozib o'tsanglar, balki kelajakda kimdir bu sohaga kirib kelishiga sizlar aniq bo'lib qolarsizlar, sababchi. Xo'sh, href barobar ikkita qo'sh tirnoq bizada hali ko'rsatgan html sahifalarimiz asosiy html13 html sahifamiz bilan bitta papkada bo'lgani uchun shunchaki otini yozsak, adashmasam buni ko'chirib olamiz. Qolganlar oson bo'lish uchun, qolganlarni ko'rsatib berish uchun. Men hozir bilan o'sha fayllar nomini yozib ketyapman. html3 html4 bu yerda tashqi
Ссылkaga havola beramiz, tashqi havolaga. Saytning nomini yozib ketdim. Mashq ko'rinishda yoziladi, adashmasam. Balki adashayotgan bo'lishim ham mumkin, ko'ramiz. Xo'sh, saqlab olamiz sahifamizni. Saqlab oldik. Brauzerga o'tamiz, yengillaymiz. Nimagadir ikkita qat'idir xato qilganimiz uchun ikkita anaqamiz chiqmadi. Nimaga? Biz qo'sh tirnoqni unutib qoldiramiz. Qo'sh tirnoqni unutib qoldirganimiz evaziga bizda ko'rsatmagan. Xato. Shunaqa o'rganamiz, nima qilamiz? Mana hashtagimiz bugungi yangiliklar hashtagimiz Apple eng arzon MacBook notebookni taqdim qildi. Birinchi anaqamiz, hozir hammasini bosib ko'rsataman. Ikkinchi Apple yangi MacBook Air Pro notebooklarini taqdim qildi. Ikkinchi havolamiz Galaxy S29 bilan birga FIFA Jahon Chempionati rasmiy posterini va tashqi havola 3W ga. Demak, bosib chiqamiz. Birinchi sahifamizni bosdik. Bu qiziq holat. Nega? Nimada biz xato qildik? Orqaga qaytamiz. Biz sahifamizni ko'rsatib ketmamiz. Nuqtadan keyin nomidan keyin har bitta faylimiz qaysi formatdaligini yozib ketishimiz kerak. Yangiladik, bosdik. O'tdi kengisini ko'ramiz. Kengisi ham ishladi. Va tashqi sayt. Bu anaqamiz ham ishladi. Misol uchun kimdir yangiliklar sayti yoki katalog saytlar xuddi shunday kataloglar sayti qilmoqchi bo'lsa, misol uchun bu yerda ham xuddi shunday kataloglar qilingan. Bu yerda birinchi oldin kataloglar bo'lib, sразу tarjimasi nima edi? Bittada sahifa ochardi. Hozir saytlar statistikasini ko'rsatadi. Xo'sh. 13 daqiqa bo'ldi. Videomiz. Shun bilan bugungi videomizni yakun yasaymiz. Yoqqan bo'lsa, yoqdi tugmasi, yoqmagan bo'lsa, yoqmadi tugmasi. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Obuna tugmasini bosinglar, iltimos. Xo'p, talab, taklif, kamchilik, treyler, xatolar izohlarda yozib, bemalol yozib qoldirsa bo'ladi. Haqoratsiz etib qo'yib, haqoratsiz. Keyingi videoda ko'rishguncha